Assalomu alaykum. Bugungi video darsda sizlar bilan biz miokard infarkti mavzusiga to'xtalamiz va bugungi darsimizda biz miokard infarktini kelib chiqishi, etiologiya, patogenezi, undan tashqari to'g'ri diagnostika va zamonaviy davolash protokollari bilan to'xtalib o'tamiz. Bo'lmasa darsni boshladik. O'zi birinchi dastlab miokard infarkti degani nima degani o'zi shu haqida qolishimiz kerak bo'ladi. Miokard infarkti bu yurak mushak to'qimasining miokardning koronar qon aylanishi keskin buzilishi hisobiga kelib chiquvchi kasallik hisoblanadi. Ya'ni yurakni oziqlantiruvchi tomirlardagi stenoz yoki tromboz, ya'ni tomirlardagi to'silish hisobiga yurakning miokard qavatiga qonning yaxshi yetib bormasligi va o'sha to'qimaning gipoksiyaga uchrashi, shikastlanishi va nekroz bo'lishiga miokard infarkti deyiladi. Ya'ni aynan nima uchun infarkt o'zi o'lmoq degani, именно miokard infarkti deyapmiz, chunki aynan miokard qavatidagi muammoligi uchun. Demak, yurak mushak hujayralari, ya'ni kardiomitlar kislorod va ozuqa moddalariga juda sezgir bo'lib, qon oqimining to'silishi 20-30 daqiqa ichida ularning qaytarilmas zararlanishiga, ya'ni nekrozga olib kelishi mumkin bo'ladi, ya'ni chandiqlanib qolishiga olib kelishi mumkin bo'ladi. Davom etamiz. Dastlab bizga eng birinchi kerak bo'ladigan narsa bu ateroskleroz hisoblanadi. Chunki aytaylik, asosan qon tomirlarining, ya'ni yurak koronar tomirlarining aterosklerozi hisobiga bu narsalar kelib chiqadi. Koronar ateroskleroz o'zi qon tomirlari ichida eng yuqori o'rinda turadi, birinchi ateroskleroz bo'lish bo'yicha. Qanday bo'ladi? Dastlab koronar ateroskleroz bu yurakning epikardial arteriyalarining intima qatlamida xolesterin va lipidlar hujayra detritlari va biriktiruvchi to'qimalardan iborat ateromatoz blyashkalar hosil bo'lishi bilan kechuvchi surunkali kasallik hisoblanadi o'zi aslida. Uni asosiy keltirib chiqaruvchi omillar bular gipertoniya, qandli diabet, sigareta chekish, genetik moyillik hisoblanadi va undan tashqari giperlipidemiya hisoblanadi. Giperlipidemiya, ya'ni bu qonda xolesterin miqdori ko'pligi va undan tashqari ularni LDLlarga birikkanligi, ya'ni lipoproteinlarga birikkanligi, lipoproteinlarni ham zichligi past bo'lgan lipoproteinlarning xavfliligi. Chunki xolesterinni o'zi, mana bu lipid deymiz yoki xolesterin deymiz, xolesterinni o'zi tomirlarni teshib o'tolmaydi. Ya'ni tomirlar orqali o'tolmaydi va ateroskleroz hosil qilolmaydi, qancha lipid ko'p bo'lsa ham. Lekin aynan LDLlarni, ya'ni lipoproteinlar miqdori ko'pligi, lipoproteinlar tarkibidagi apo oqsillarining bo'lishi ana shu qon tomir endoteliy qavatidan o'ta olishiga va xolesterinni o'sha yerga to'play olishiga hissa qo'shadi. Davom etamiz. O'zi qanday bo'ladi ateroskleroz? Ateroskleroz bosqichma birinchi endoteliy shikastlanadi. Aytaylik, chekadi, diabet hisobiga, gipertoniya hisobiga va hokazo ta'sirlar hisobiga qon tomirining endoteliy qavati zararlanadi. Undan so'ng LDLlar, ya'ni o'sha tarkibida xolesterin saqlagan moddalar aynan o'sha yerga endoteliy ostiga intima qatlamiga to'planishni boshlaydi. U yerda esa akslanish va yallig'lanish jarayoni boshlanadi. Chunki makrofaglar ana shu kelgan xolesterinni, ya'ni LDLlarni biz uchun yot modda deb o'yladi. Ularni qamrab oladi, ya'ni fagositoz qiladi. Fagositoz qiladi va ichiga demak xolesterin va lipoproteinlar to'plab oladi. Va u narsani bizga ko'pikli hujayralar sifatida, ya'ni tarkibida yog' bo'lgan hujayralar deb tan olamiz. Ya'ni mana bu yerda yozib qo'yapmiz. Ular makrofaglarga aylanishadi. Makrofaglar oksidlangan LDLlarni yutib, ko'pik hujayralar, ya'ni foam sellarni hosil qiladi. Demak, dastlab qon tomiri zararlandi, xolesterinlar, lipoproteinlar birgalikda o'tdi va o'sha yerda makrofaglar ularni yutdi va ko'pikli hujayralar hosil bo'ldi. Keyin silliq mushaklarning hujayralarning migratsiyasi bo'ladi. Eslatib o'taman, hali ham yallig'lanish bo'lyapti u yerda. Yallig'lanish bo'lyapti qon tomir qavatida. Va u yerga silliq muskullarning migratsiyasi bo'ladi. Ya'ni u yerga kollagen va proteoglikalinlar ishlab chiqarish boshlaydi. Bu mustahkamlik beradi va blyashka, ya'ni ateromi hosil bo'lish boshlaydi. Oxirida esa blyashkaning yirtilishi hisobiga tromboz bo'lib tomirlarga tiqilish boshlaydi. Ya'ni mana bu yerda surat keltirilgan qanday bo'lishi haqida. Dastlab aytyapti, mana bu yerda dastlab mana bu hujayralar zararlanyapti. Zararlangandan so'ng mana bu LDLlar u yerga o'tyapti, qon tomirichiga. O'tgandan so'ng makrofaglar ularni demak yallig'lanish mediatorlar yordamida uni qamrab olyapti va foam sellarni hosil qilyapti. Bu foam sellar bo'lsa o'zlaridan tumor nekroz faktor alfa, interleykin 1A, interleykin 1B larni hosil qilyapti, yana ishlab chiqaryapti. Bular esa silliq muskullarni sintezini oshirib yuboryapti. Undan so'ng mana bu yerni ko'rayotgan bo'lsak, bu yerda foam sellar bor, undan tashqari makrofaglar, dendrit hujayralar, neutrofillar bor va bular hammasi yig'ilib demak qon tomirini sekin ichki qavatini ko'tarishni boshlayapti.
va o'sha silliq muskullar sintezi ortgandan so'ng kollagenlar va fibrin tolalar u yerga kelib ustini mana zanjir qilib qoplayapti va bu esa blyashkaga mustahkamlik beryapti. Mustahkamlik berib, demak, qalin ateromaning qon tomiri ichiga qarab o'sib chiqyapti. Undan so'ng albatta zararlangan joyini yopish uchun trombositlar keladi va trombositlar bu yerni qoplab oladi. Demak, shunday miks hosil bo'ladi bu yerda. Bu ateroskleroz edi, qon tomir aterosklerozi. Bu yerda ham xuddi shu surat keltirib ko'rsatilgan. Uni esa men tushuntirishim menimcha shart emas. Xo'p, endi tomirlarga to'xtalib o'tishimiz kerak bo'ladi. Tomirlar biz uchun juda ahamiyatli bo'ladi. Ya'ni qaysi tomirdan ateroskleroz yoki tromboz hisobiga, demak, yurakning qaysidir qismi zararlanishi kelib chiqadi. O'zi bizda tomirlarimiz aortadan boshlanadi. Aortadan boshlanadi va ikkiga bo'linadi, ya'ni chap tomonga va o'ng tomonga bo'linadi. Chap tomonga bo'linganda birinchi left main coronary artery, ya'ni chap bosh coronary arteriya paydo bo'ladi. U esa keyinchalik ikkiga bo'linadi: chap oldinga tushuvchi va chap aylanib o'tuvchiga. Ya'ni LAD, left anterior descending arteriyasi va LCX, ya'ni left circumflex arteriyaga bo'linadi. Ularning ham yana shoxlari bor, mayda shoxlari, misol uchun LAD ning septal shoxlari va diagonal shoxlari mavjud. Shu bilan demak, chap qorinchani oldingi devorlari, apex qismi va chap qorincha lateral devorlari, chap qorincha bazal qismlari aynan mana shu chap koronar arteriya tomonidan oziqlanadi. Va o'ng tomonimiz bo'ladigan bo'lsa, RK bilan oziqlanadi, ya'ni right coronary arteria bilan oziqlanadi. Bu RK ham dastlab ikkiga bo'linadi, ya'ni bu marginal tarmoq hosil qiladi mana bu yerdan. Marginal tarmoq bu o'ng qorinchani oldingi yuzasiga javob beradi va orqaga o'tuvchi PDA tarmog'i bo'ladi, ya'ni posterior descending arteriyani hosil qiladi. Bu yurakning oldi edi, oldi qavati edi. Endi orqa tomoniga qanday bo'ladi? Orqa tomonida xuddi shu hozir aytganimizdek PDA o'tadi, ya'ni posterior descending arteriya o'tadi va yurakni orqa qismini 3dan 2sini o'ng koronar tomirning, RKning PDA tarmog'i ta'minlaydi qon bilan. Bu 85% aholida, yerning 85% aholisida xuddi shunaqa bo'ladi. Va yurakning qolgan 3dan1 qismini, ya'ni yurakning orqasini qolgan 3dan1 qismini LCX, ya'ni bu chap tomonda LCX hosil bo'lganda-yu, left circumflex arteriya ana shundan oziqlanadi. O'sha 85% aholida xuddi shunaqa bo'ladi. Endi 15% aholida shu teskari bo'ladi, ya'ni PDA, ya'ni o'ng koronar arteriyani PDA tomonidan 3dan1 qismi va chap koronar arteriyani LCX tomonidan 3dan2 qismi ta'minlanishni boshlaydi. Bu koronar tomirlar edi xolos. Qaytarib o'taman, yana bu yerda bular koronar tomirlar qorincha dilatatsiya bo'lgan, ya'ni chap qorincha kengaygan vaqtda qonni oladi, qisqargan vaqtda emas. Shuni ham esdan chiqarmaymiz. Endi miokard infarktning bosqichlari bor. Dastlab boshlanganda qanday bosqichlar bilan paydo bo'ladi? Demak, dastlab birinchi bosqich bu normal EKG, o'zi ko'p holatlarda giperakut T bilan boshlanadi, ya'ni gipoksiya hisobiga T tishi o'tkirlanishdan boshlanadi ko'p holatlarda, lekin u fazani biz ko'pincha uchratmaymiz, chunki bemorni u vaqtda uyda bo'lishi mumkin, ishda bo'lishi mumkin, yurgan bo'lishi mumkin, ya'ni u vaqtda biz EKG olishga ulgurmaymiz. Ya'ni bu demak, buni normal EKG. Undan so'ng ST segment elevatsiya bo'lish boshlayapti, mana bu yerdan boshlab turib. Har qanday tarmoqda bo'lishi mumkin. Aytaylik, AVLda, 1da va 5da va 6da bilmaymiz. ST segment elevatsiya bo'lyapti. Va ST segment elevatsiya bo'lishini ham aytaylik millimetrlari bor. U haqida alohida YouTube'da darsimiz bor. Bu yerda ham qisqacha aytib ketaman. O'rtacha standart tarmoq va kuchaytirilgan tarmoqlarda kamida 1 millimetrdan ko'tarilishi kerak. Va 2 va V3 tarmoqlarida kamida 2 millimetrdan ko'tarilishi kerak bo'ladi ST segmenti tepaga. Bu deganda har 1 millimetrimiz bitta kichik katakka to'g'ri keladi. ST segment ko'tarilish boshladi. Bu o'ta o'tkir davri. Undan so'ng bo'lsa bizda Q-tushcha chuqurlashishni boshlaydi va ST segment saqlanib turadi. Q-tushcha degani bu patologik Q-tushcha hisoblanadi va bu chandiqlanayotganligidan darak beradi. Nekroz bo'lgan joyni zona fibrozlanyapti degan. Keyinchalik Q-tushcha chuqurlashishni boshlaydi va ST segment normaga qaytishni boshlaydi T manfiylashishi bilan. Keyin esa Q-tushcha saqlanib qoladi chuqurlashgan holatda va ST segment normaga tushadi va T manfiylashib qoladi. Undan so'ng yillar davomida medikamentoterapiya yaxshi bo'lsa va hokazo bo'lsa, T'lar ham musbatlashish ehtimoli bor yoki butun umr manfiylashib qolishi ham mumkin, medikamentoterapiyaga bog'liq. Lekin Q-tushcha butun umr mana shunday qoladi. PIX deydi bu narsani, yoki o'zbekchasiga buni IKKS, ya'ni infarktdan keyingi kardioskleroz deb ataladi. Chunki mana bu zona o'lsa, shuni atrofiga fibrin tolalar kelib to'planib, shu yerni nekrozlantirib qo'yadi. Ya'ni bu zonani biz ehoda akinez zonasi deb olamiz. Chunki
u qisqarishda qatnashmaydi umuman, nekrozlangan zona. Bu EKGdagi o'zgarishlar edi. Endi bu yerda, bu suratda qaysi tomirda ST segment elevatsiyasi bo'lsa, qaysi tarmoqda ST segment elevatsiyasi bo'lsa, qaysi tomir zararlanganligini bilsak bo'ladi. Masalan deylik, oddiyroq birorta ko'raylik. Bo'lishi mumkin. Qarang, V1 bilan AVL tarmoqlarida siz ST segment elevatsiyasini ko'ryapsiz. Bu high lateral MI bo'ladi va LTX chap tomonda left circumflex bekilgan bo'lishi ham mumkin, yoki chap oldingi uchuvchi arteriyaning diagonal bir tarmog'i bekilgan bo'lishi ham mumkin. Demak, qaysi tomirligini taxminan bilib olyapmiz. Yoki 2-3 AVFda ST segment elevatsiyasi bo'ladigan bo'lsa, inferior MI deyiladi, ya'ni pastki MI. Bu bo'lishi mumkin PDA, ya'ni o'ng tomonda PDAsi. Chunki 2-3 AVF yurakning pastki qismiga javob beradi va pastki qismini, pastki va orqa qismini, o'ng koronar arteriyani PDA tarmog'i demak ta'minlaydi, aytyapman. 80% aholida shunaqa deyapti. Yoki 20% aholida bo'lishi mumkin, o'sha LTX tomonidan o'tgan bo'lishi ham mumkin. Demak, shunaqa gaplar. Ya'ni o'zi aytishingiz mumkin, nima uchun kerak bu, qaysi tarmoqda ST segment elevatsiya bo'lganligi bizga desangiz, bu to'g'ri tashxislash uchun kerak. Misol uchun inferior MI yoki lateral MI deb tashxis qo'yishingiz uchun yoki koronografiyada sizga yordam beradi, yoki eng kamida medikamentoz yordamida ham foyda beradi sizga. Misol uchun inferior MI bo'lsa yoki posterior MIlarda siz nitroglitserin bera olmaysiz, yoki mana lateral MIlar bo'lsa yoki high lateral MI bo'lsa, bemalol nitroglitserin bilan bemorni demak og'riqlarni qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Eng kamida shu holatda kerak bo'ladi. Bu surat xuddi shu aytganimizni demak rasmdagi holati hisoblanadi. Shunaqa. Buni ham saqlab olishingiz mumkin yoki skrinshot qilib olsangiz ham bo'ladi. Endi bizda eng muhim joyga keldik. O'tkir koronar sindromni klassifikatsiyasi. Bu nima degani? Bemorda ko'krak qafasida sanchuvchi, achuvchi og'riqlar boshlandimi? Demak, siz uni klinika boshlandimi? Demak, bemorda o'tkir koronar sindrom tashxisini qo'yasiz. Boryapsiz, to'sh ortida sanchuvchi, achuvchi og'riq, kuydiruvchi og'riq, yoki o'sha terlash, ADning уже pasayib borishi, yurak o'ynashi hissi, o'lim hissi va hokazolar bo'lyapti. O'tkir koronar sindrom tashxisini qo'yaverasiz. Qo'ydingiz va EKG qilasiz. EKG qilasiz va EKG qilganingizda ST segmenti elevatsiyasini ko'rsangiz, aytyapti, standart 12 kanal EKGda ikkita yonbosh tarmoqlarda ST segment elevatsiyasi. Ikkita yondosh degani nima degani? Misol uchun 3-tarmoqqa doim AV-foot tarmoq yondosh bo'ladi. Ikkovi birga yuradi. Birinchi tarmoqqa AVL tarmoq doim birga yuradi. Ya'ni ikkala tarmoqda ham bir xil ST segment elevatsiyasini ko'rsangiz, bu degani haligi blyashka yorilib ketib, tomirni to'liq to'sganligini anglatib beradi. Va tashxisga STEMI tashxisi bo'ladi. ST segment elevatsiyali miokard infarkt tashxisi qo'yiladi. Yoki EKGda ST segmentini depressiyasini ko'ryapsiz, pasaygan holatini ko'ryapsiz va u ham shu yondosh ikkita tarmoqda ST segment depressiya ko'ryapsiz. Bu tomir hali to'liq yopilmagan, ma'lum bir qismi ochiq aytaylik bo'lishi mumkin. 30% qismi yoki 50% qismi ochiq bo'lishi mumkin deylik. Shu holat bo'ladi. Bunda NSTEMI tashxisi qo'yiladi. ST segment depressiyali, ya'ni ST segment elevatsiyali emas. Umuman olganda shunaqa tashxis qo'yiladi. Va hali bu hammasi emas. Endi STEMI tashxisini qo'ygan bemoringizda bunday o'zgarishlar klinik belgilari boshlangandan qisqa vaqt o'tgach bo'lishi mumkin va qon tahlilingizda ST segment elevatsiyali miokardda troponin olganingizda musbat chiqadi, doim musbat chiqadi. Bu troponin biomarker hisoblanadi, ya'ni yurak zararlanganligidan darak beradi. Endi ST segment depressiyali bo'lsa, sizda ikkita variant bor. Bu nostabil stenokardiya xurujlari bo'lishi ham mumkin yoki rostdan ham NSTEMI bo'lishi mumkin. Tasdiqlash uchun biomarker olasiz. Nostabil stenokardiya bo'lsa biomarkeringiz manfiy, NSTEMI bo'lsa biomarkerlar, ya'ni troponingiz musbat chiqadi. Endi mana bemalol siz tashxisni aniq qo'yib oldingiz. Shu ketma-ketlikda ishlasangiz, tashxisni aniq qo'yib olasiz bemoringizga. Endi mana bu suratda biomarkerlar ortishi ko'rsatilgan, ya'ni necha soatda qanday ortadi, necha soatda normaga tushadi deb ko'rsatilgan. Mana bu yerda xuddi shuni raqamlardagi ifodasi. Misol uchun biz ko'proq troponin olamiz. Troponin olganimizda troponin og'riq boshlangandan so'ng 4-8 soat ichida qonda paydo bo'lish boshlaydi va
12-24 soat ichida pik darajasiga chiqadi, maksimal darajaga chiqadi. 5-10 kunda u normaga qaytib qoladi yana. Yoki kreatinin fosfokinazani MB shakli olinadi. Bu 3 soatdan 6 soatgacha qonga chiqadi. 12-24 soatda pik darajaga chiqadi. 2-3 kunda normaga qaytib qoladi. Bularda ham demak yodlab olsangiz yoki screenshot olsangiz bo'ladi. Juda kerakli markerlar hisoblanadi bular. Shunaqa gaplar. Endi bu suratimizda EKGdagi holat. Bilamiz, EKGda segmentlarga bo'lib qo'yganmiz. Bemorda yurak qismlari, misol uchun chap qonunchaning ma'lum bir segmentlari bor. Aytaylik, tasavvur qilamiz, mana bu holatda bizga mana bu yer chap bo'lmacha, bu yer aorta, bu yer o'ng qorincha, mana bu yer chap qorincha. Endi chap qorinchani ham ma'lum bir qismlar, aytaylik, mana bu yer bazal qismi, ya'ni qorinchalar to'siqni anterior bazal qismi, yoki bu yer o'rta qismi, yoki mana bu yer chap qorinchani ya'ni lateralli o'rta qismi yoki lateralli bazal qismi. Misol uchun shunaqa segmentlar bor. Bu segmentlar nima uchun kerak? Ya'ni EKG qilganimizda qaysi zona infarkt bo'lgan, qaysi zona ishlamayapti qisqarishda, ya'ni qisqarishda qatnashmayapti, yoki qaysi zona qisqarishda sekinroq qatnashayotganligini, gipokinez yoki akinez zonasini beradi. Misol uchun infarkt bo'lgan bo'lsa, mana bu yer qisqarishda qatnashmayotgan bo'lishi mumkin, akinez bo'lib, yoki mana bu yer qisqarishda sekinroq qatnashayotgan bo'lishi mumkin, gipokinez bo'lib. Bular ham kerak bo'ladi tashxislashda. Keyingi narsamiz, eng muhim narsa bu koronografiya hisoblanadi. Koronografiya bu o'sha bemor qo'lidan radial yoki ulnar arteriyalar orqali kateter yordamida kirib boriladi va o'sha aortaga tushib, aorta orqali koronar tomirlarga kontrast modda jo'natib, rentgen ostida koronar tomirlar qanchalik stenoz bo'lgan, qanchalik ochiqligini demak ko'rish uchun ishlatiladigan amaliyot hisoblanadi. Bu hozirgi norma holati. Rasmimiz bu chap koronar arteriyalar rentgendan surati. Aytaylik, mana bu yer boshlanishi LMK, undan so'ng LAD ni proksimal qismi, middle qismi, o'rta qismi, ya'ni bu chap oldingi uchuvchi arteriya. Undan tashqari bu LTX, ya'ni aylanib o'tuvchi arteriyaning proksimal qismi va hokazo. Demak, rentgenli holat. Bunisi RK, ya'ni right koronar arteriya, bu o'ng koronar arteriyaning proksimal qismi, ya'ni right koronar arteriyaning middle qismi, distal qismi va aytmoqchi bo'lganim, hamma tomirlarni proksimal, o'rta va distal qismlari bo'ladi doim va har xil joylari stenoz bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Mana bu yer PDA arteriya, ya'ni posterior descending arteriya, orqaga aylanib o'tuvchi arteriya hisoblanadi. Aytaylik, bo'lishi mumkin, bemorda proksimal RK yopilgan bo'lishi ham mumkin. Misol uchun deylik. Yoki o'sha LAD ni middle qismi yoki LAD ni proksimal qismi yopilgan bo'lishi ham mumkin. Uni koronografiyaga qarab bilamiz. Va koronografiyada necha foiz stenoz bo'lganligini bilsak bo'ladi. Mana bu yerda tushuntirilgan. Mana bu yerni ko'rayotgan bo'lsangiz, yaqinlashtirib beraman. Stenoz bor. Yaxshigina stenoz bor. O'tyapti. Lekin o'tyapti. Hali ham qon oqimi bor degan, chunki kontrast modda o'tyapti. 100% to'silmagan hali bu. 100% to'silsa, mana bu yerda shunday to'siladi, bu tomon umuman yo'q bo'lib qoladi. O'tmaydi qon. Lekin bu yoqqa qon o'tyaptimi, demak bu hali 100% stenoz emas, qon oz bo'slarda bo'lsa ham o'tib turibdi degani. Shunaqa gaplar. Endi o'zi nima uchun men koronografiyani aytdim? Bizda Yevropa standartlari shuni aytadiki, bemorni nogironlikka chiqishi, misol uchun infarkt bo'lgan bemorga medikamentoz davo qilgan taqdirda ham bemor albatta surunkali yurak yetishmovchilik kasalligiga duchor bo'ladi. Chunki o'sha infarkt bo'lgan zona IKKS bo'ladi, ya'ni kardioskleroz bo'ladi. Bu degani u keyinchalik qisqarishga qatnashmaydi. Bu surunkali yurak yetishmovchilik olib keladi. Fraksiya bir pasayadi, oyoqlarda shishlar paydo bo'lish boshlaydi, hansirash va hokazo yurak yetishmovchilik shikoyatlari bo'ladi. Dorilarni ichmay tursa. Yevropa kardiologlar hamjamiyati aytadiki, agar dastlabki vaqtlarda to'g'ri taktiya qilinsa, aynan surunkali yurak yetishmovchiligi oldi olinadi deyishadi va shu haqida gaplashamiz. Aytaylik, bemorda o'tkir koronar sindrom boshlandi, ya'ni bemorda ko'krak qafas sanchuvchi chorrahalar boshlandi va EKG qilindi. ST segment elevatsiyasi kuzatildi. Xoh tez tibbiy yordamda bo'lsin, xoh aytaylik uyda bo'lsin, birinchi qilinadigan narsa nima bo'ladi? Birinchi qilinadigan narsa imkon bo'lsa PKI markaziga borish kerak. Ya'ni bu birlamchi koronografiya qilish imkoniyati bo'lgan, angiografi bo'lgan
markaz, ya'ni bu bo'lishi mumkin kardio markazi bo'lishi mumkin, kardio sentr bo'lishi mumkin, chunki u yerda angiograf bor. Bemor og'riq boshlandimi borsa, bemalol koronografiya qilib o'sha yerda o'zida koronar tomirdagi stent qo'ysa bo'ladi. Yoki PKI bo'lmagan markazga borsin, oddiy shifoxonaga, poliklinikaga va hokazoga borsin va shu yerda hisob kitob qilinsin. Imkoniyat bo'lsa deyapti, imkon bo'lsa dastlabki 60 daqiqagacha nima qo'ysin, stent qo'yib yuborsin. EKG qilgan, stimulyatsiya ko'rgan, dastlabki 60 daqiqa, 1 soatgacha imkon bo'lsa koronografiya qilib stent qo'yilsin tomirlarga. Uni imkoni bo'lmasa 120 daqiqagacha mumkin emasmi? Shu narsani hisob kitob qilinadi. Agar 60 daqiqada ham imkoniyati bo'lmasa, stent qo'yishni 90 daqiqagacha o'ylab ko'rish kerak. 90 daqiqagacha stent qo'yish kerak degan narsani ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Aytaylik, tez tibbiy yordam mashinasida, aytaylik, kardio markazga olib borsa yoki borsa bo'ladi. Agar umumiy qilib aytganda shu 120 daqiqagacha koronografiya va stent qo'yishni imkoniyati bo'lsa qo'yish kerak. Agar 120 daqiqada kechikadigan bo'lsa yoki olib borishni imkoniyati bo'lmasa, hisob kitob qilyapsiz, kelishyapsiz, yo'q 2 soatdan uzoq yo'lligini bilyapsiz u yergacha, kardio sentrgacha. Demak, endi nima qilasiz? Endi kutib o'tirmaysiz, srazu og'riq boshlangan vaqtdayoq, qo'lingizga kelgan vaqtdayoq fibrinoliz qilasiz, ya'ni 10 daqiqagacha deydi, og'riq boshlangandan 10 daqiqagacha imkon boricha fibrinoliz qilish kerak bo'ladi. Ya'ni bu o'sha alteplaza, streptokinaza, tenektoplaza va hokazolar bilan tomirlar ochish kerak. Ya'ni ular fibrinolitik hisoblanadi. Trombozda, aytaylik, qon tomir tromb bo'lib qolgan bo'lsa, dori yordamida bu narsa trombni eritishga harakat qilinadi. Misol uchun streptokinazani eritish bor. U 1,5 million birlikdagi streptokinazani natriy xlorga eritgan holatda 30-60 daqiqani ichida proba bilan jo'natish kerak bo'ladi. Nima uchun proba? Chunki streptokinaza bakteriyalardan olinadi. Misol uchun shu ishni qilish kerak. Agar shularni ham ikkovini ham imkoniyati yo'qmi, ya'ni sizda fibrinolitik ham yo'q, stent ham qo'ya olmaysiz, hech narsa qila olmaysizmi? Endi iloji yo'q, o'sha reanimatsion holatda, intensiv terapiyada bemorga o'sha standartini qilib, ya'ni medikamentos, og'riq qoldiruvchi, narkotik yoki kislorod, ikkitali antiagregant, antikoagulyantlarni berib bemorni kutish kerak bo'ladi va baribir qachondir koronografiya va stentlash qilinadi. Aytaylik, 1 oydan keyin qilinishi mumkin. Agar aytadi Yevropa protokollari xuddi shu narsa bo'lsa, agar mana shu quyida aytgan narsamiz bo'lsa, bemorda nogironlik ancha kamayadi. Surunkali aylagich mo'chili bilan og'rigan bemorlar kamayadi. Bu suratda screenshot olsangiz bo'ladi. Mana endi bu yerda stent qanaqa ishlashi haqida tushuntirilgan. Demak, birinchi mana qon tomir chekirib yuboriladi kateter yordamida. Mana balon yordamida shuni kengaytiriladi va balon kengaytirilgandan keyin stent qo'yiladi va balon va kateter yana qayta ochib ketiladi. Bu stent turiladi. Va bitta narsani esdan chiqarmaslik kerak. Stent qo'yilgan bemor yoki o'tkir koronar sindromidan og'rigan bemor kamida 1 yil davomida, ayniqsa stent qo'yilgan bemor dual ikkitali antiagregantda turishi kerak. Antiagregant. Ya'ni bu nima degani? 1 yil 12 oy davomida siz ya'ni tarkibida aspirin bo'lgan dori, masalan, Tramadol 75 va 2 boshqa tarkibida clopidogrel bo'lgan dori. Ikkovini ham bemor 1 yil ichish kerak. 1 yildan keyin buni atmay qilib, buni butun umr ichish kerak bo'ladi. Shuni esdan chiqarmaslik kerak. Nima uchun? Chunki mana bu stent bo'lgan joy yana restenoz bo'lib qolmasligi uchun xuddi shu ishni qilish kerak bo'ladi. Shunaqa bo'ladi. Endi bu protokollar bo'yicha ishlash bo'ldi. Endi dori vosita bilan-chi, aytaylik, mana shu PKI qilishda ham va tomirlarni fibrinoliz qilishda imkoni bo'lmadi. Nima qilish kerak? Albatta, dori vosita bilan bemor kuzatish kerak bo'ladi. Bemor umumiy holatdan kelib chiqqan holatda va qaysi tomir zararlanganligiga qaragan holatda, misol uchun o'zi dastlab birinchi qilinadigan ish albatta bu narkotik bo'ladi. Aytaylik, bo'lishi mumkin bu morfin. Og'riq qoldirish uchun tomirdan yoki muskulyar shaqsiz bo'ladi. Birinchisi morfin bo'ladi. Ikkinchi o'rinda oksigen bo'ladi, ya'ni kislorod ulab qo'yish kerak bo'ladi. Uchinchi o'rinda antikoagulant qilish kerak bo'ladi. Aytaylik, geparin qilsangiz bo'ladi. Geparin 1-2 ml tomirda qilsangiz ham bo'ladi. Antikoagulyatsiya sifatida.
Endi nitratni bersa bo'ladi, faqat bir nechta nyuanslar hisobga olish kerak. Birinchi o'rinda inferior miya bo'lmasligi, ya'ni 2-3 AVF test segment elevatsiya bo'lmasligi kerak. Bu degani umumiy yaqinda RK bekilmagan bo'lishi kerak. Shu paytda berolmaysiz, keyin AD past bo'lsa berolmaysiz nitroglitserinni. Endi nitrat qachon bersa bo'ladi? AD stabil bo'lsa bersa bo'ladi, barqaror bo'lsa bersa bo'ladi yoki LK da bekilish bo'lsa, ya'ni left koronarda bekilish bo'lsa, misol uchun. Bu degani 1 avel va 5 voltida ST segment elevatsiya bo'lgan bo'lsa, o'sha payt nitrat bersangiz bo'ladi. Yana nimalar qolib ketdi? Va aspirin bersa bo'ladi. O'rtacha 300 mg aspirin til ostiga chaynashga beriladi. Ya'ni ikkitali antiagregant beriladi. Ikkinchi o'ringa misol uchun zilt bersa bo'ladi yoki boshqa narsa. Zilt bersangiz bo'ladi va zilt ham bu 4 ta bersangiz, shunda 325 mg bo'ladi. Qaytaraman, mana aspirin 300 mg, zilt 325 mg, nitrat vaziyatga qarab geparin 1 yoki 2 ml tomirdan kislorod, morfin qilinadi. Endi bemor umumiy holatga qaraladi, yo'g'i intensiv terapiyada, lekin standart shu dorilar ketish kerak doimiy. Undan tashqari bemor holatga qaraladi. Misol uchun dozatorga ulab qo'ysangiz bo'ladi. Misol davleni tashlab olayotgan bo'lsa, dofamin bilan, dabutamin bilan dozatorga ulab davleniyni ushlab tursangiz bo'ladi. Lekin qolgan holatda mana shu narsalar ketadi. Qo'shimcha ravishda misol uchun qilish mumkin hozir. Protokollarda yo'q bu narsalar. Misol uchun preduktal tarkibli dorilar bersangiz bo'ladi. Preduktal tarkibli dorilar, bular o'sha tarkibi trimetazidin bo'ladi, ishemiya zonasini kamaytiradi. Lekin kapilyatsiya qilib quyiladi. Misol uchun kreatinin fosfat degan inyeksiya bor. 1 yoki 2 gram tomirdan quyiladi. Ko'pincha bu xalq orasida o'rganilgan narsalar. Men bu narsani xato demayman, lekin kreatinin fosfatni ham foydasi bor, ishemiya zonasini demak nisbatan kamaytiradi. Lekin protokol bo'yicha ishlasa, tepadagi taksikaga to'lasiz. Morfin, kislorod, geparin, nitrat, aspirin, zilt shular yetadi. Qolgan qo'shimchalarni bemor holati, vaziyatga qarab qo'shilib boraveradi. Asosiy protokollar xuddi shunaqa bo'ldi, lekin imkon boricha koronografik setlash amaliyoti o'tkazish kerak bo'ladi bemorga. Prezentatsiya va video dars YouTube'da bo'ladi. Prezentatsiyani men kanalga tashlab qo'yaman, Telegram kanalga. U Telegram kanalga esa o'tishni, ssilkasini demak YouTube'ga qo'yib qo'yamiz. Demak barcha o'sha yerda savollar va boshqa hokazo narsalar bo'lsa, bemalol Telegram kanalida so'rab olsangiz bo'ladi. Hammaga rahmat. Salomat bo'linglar.